Asli onamsiz menga bu dunyolar ko'rinmaydi. Hech kim menga otam kabi uy quray deb urinmaydi. Mening saodatimni o'ylab yashaganlar bor, ammo hech kim meni sandig'imga onam kabi yig'inmaydi. Kimda bo'lsa otasi, kimda bo'lsa onasi bugun yetsin qadriga, axir ota-ona qadri borligida bilinmaydi. Jannat faqat onalar poyida deydi. Bilingki, bu insonlar yana qayta berilmaydi. Faqat ota bolam derkan faqat ona bolam deya kirlar, ammo davlat bilan kerilmaydi. Ularning duosidan aslikilar bahor derlar. Ular duo qilmaguncha gullar qayta tirilmaydi. Kimki agar otasini, onasini yaxshi ko'rsa, shu videoni tarqatishga erinmaydi. Ona, asrolmadim seni dardlarni. Yuzingga ajillar yo'latib qo'ydim. O'zimga bir olam zeb berdim, ammo sochingni oqlarga bo'yadim. Yugurdim ortidan dunyo deb necha, tinmadim, tashvishlar bitmadi hech. Tizzangni tut ona, uxlay bir kecha. Ona, oromimni yo'qotib qo'ydim. Yelkangni tut ona, suyanay birdam, bag'ringda unutay dunyolarini ham. Faqat bitta narsa qiladi alam. Ona, seni barvaqt qaritib qo'ydim. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz Beshkent rayoni nasib bo'lsa Karizga keldik. Karizga bir onaxonimizning tavallud ayyomi tug'ilgan kunlar farzandlari nomidan bugun tabriklatga keldik. Albatta bugun xursandchilik, oilaviy xursandchilik, ya'ni mana shu ayiq va pandalarimiz bugun jamoamiz bilan shu yerdamiz. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, ekranda ko'rib turgan raqamlarimiz bor, bemalol telefon qilasizlar. Bugun biz xursandchilikda Qurbon hayiting ikkinchi kuni, ya'ni xursandchilik shu yilda o'zi 2 marta bizning o'zi bayramimiz bor, ya'ni Qurbon hayiti. Mana shu Qurbon hayiti hammamizga muborak bo'lsin. Mana shu ko'rib turgan do'stlarimiz, barcha obunachilarimizni mana chin qalbimizdan mana shu Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Albatta, nima deymiz, hozir xursandchilikni gapni ko'paytmaymiz, xursandchilikdan unda ketdik. Farzandingizga o'ynang bugun to'lib farzand baxtiga.
Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisizlar? Salomatligingiz yaxshimi? Hormatlar. Bugun bizning oilaviy xursandchilik loyihamiz bugun sizlarning xonadoningizga tashrif buyurdi. Albatta, bugun farzandlaringiz musofirda yurib, Tursunboy akamizmi? Tursunboymi desmi? Kattalarning ismi nima edi? Elmurod akamizning nomidan albatta bugun onaxonimizning tavallud ayyomi tug'ilgan kuni. Necha yoshda bo'ldingiz? 45 ta. Bizga 44 dedi. 45 yoshda bo'lsa, nasib bo'lsa 100 bahorlarni ko'rib yuring. Farzandlaringizni, o'g'illaringizni hammasini yaxshiligini ko'rib yuring. Nabiralar, baxtli. Bu kishilar kim bo'ladi? Ey, mashallah, mashallah. Mana shu otaxonimizni, onaxonlarimizning yoshlariga kirib yuring. Ilohim. Mana shu farzandlaringiz hamisha baxtingizga sog'-omon bo'lib yursin. Bugun mana shu jannatim onam Ka'batulloh va shirinlik tortlarimiz bugun hammasi farzandlaringizning nomidan. Qabul qilasiz. Bugun Tursunboy akamizning nomidan bitta ajoyib she'rlarimiz bor. Onam, mehribon onam, sizga o'xshamadi o'g'lingiz. U erkaroq, ujarroq yana. Ayting nima istar ko'nglingiz, nima yegingiz kelyapti ona? Palovmi yo ser go'sht norin? Hech tortinmay ayting borini, poyingizga sochay borimni. Nima yegingiz kelyapti ona? 1-2 so'm oshinganim bor. Yuring ketdik boramiz bozor, imkonim bor ayting bemalol. Nima yegingiz kelyapti ona? Bolam qo'y deysiz. O'zing yeb ham o'zing to'y deysiz. Men qolib hatto bolamni deysiz a? Bolamanda hali ham bola. Qarshimdagi munis xazinam. Maylimi bir gapimni aytsam, negadir zo'r rol o'ynolmayapman. Zo'r ijrolar qila olmayapman. Menga nima bo'lyapti ona? Menga sizning mehringiz yetmayapti ona. G'ururimdan ketkazib g'ubori sen yaxshisan deng bir bora, atrofingizda bo'lib parvona, rozi qilay deyman-da sizni jon ona. Albatta bugun mana shu sizning 45 yoshingiz ekan, mana shu tortlarimiz, surpriz tortlarimiz bugun siz uchun. O'rinbek. Ustini oching o'zing. Kam bo'lsa ham ko'rinda turib ko'rasizlar. Albatta uni issiqda salgina yerib qoldi mana shokoladlari. Bugun sizlarning tug'ilgan kuningizga mana shu tortlarni tayyorlab keldik. Farzandlaringizning nomidan mana shu qabul qilasiz. Rahmat. Xursandmisiz? Xursandman. Xursandmisiz? Albatta farzandlaring Ilohim onajon 100 bahorlari ko'rib yuring. Yana bir bor tabriklaymiz. Mana shu bizning oilaviy xursandchilik loyihasi bugun shuncha xizmat bilan keldi. Mana nabirangizning nomidan ham mana shu sovg'alarni qabul qilasiz mana. Ey gap yo'q ana. Mana shu qizcha ham katta bo'lsin nasibsa, ha? Momang bo'laman? Oting nima? Oting nima? Oting nima? Oting nima? Gap. Mayli. Firuza akasi. Bo'lmasa bizda oilaviy xursandchilik shu yerda tugaydi, to'xtadi. Nasib xursand bo'lsangiz, biz ham astagina qaytamiz. Rozimisizlar? Xursandmisizlar?